أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbimiz Allohga hamd sanalar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ixlos ko'ngillarimizdan chiqqan salovat sharifalar bo'lsin. Endi hurmatli musulmon ham musulmon qarindoshlarimiz, Rabbimiz Allohning salami, rahmati ham barakati bo'lsin har barchalarimizga. Albatta Ramazon oyi yaqinlasha boshlag'ach har birimiz yugurisha boshlaymiz, har birimiz endi qizulana boshlaymiz, har birimiz oshiqa boshlaymiz. Şuşa Allah'ның buyuk qonog'i kelasi bor, Ramazon oyi kelasi bor. Lakin şuşa aylarni zo'rlab, ululab o'tkazabizda nechikdir endi tag'in passivlashamiz, nechikdir tag'in g'adatiy turmushga kirib ketamiz. Lakin jamoat Rabbimiz Alloh ne uchun berasin bizga haligi oylarni? Ne uchun Rabbimiz Alloh taolo shunday mumkinliklar bera, zo'r savoblar ishlarga? Rabbimiz Alloh nindi amal bo'lsa da doimiy amalni yarata. Kichkinagina amal bo'lsin, lakin doimiy bo'lsin. Zor bo'lsin, doimiy bo'lsin. Ramazon oyida biz urazada tutamiz, taravihlarda o'qiymiz, namozlar, tungi namozlar o'qiymiz, Allohga shukr, Qur'onni ko'paytib o'qiymiz. Lakin Ramazon oyi ul bizga bir madrasa, ham boshqa oylarda biz haligi madrasada olgan bilimni davom ettirga tegish. Ya'ni kishi o'zin yilga bir oy tarbiyali, ham shu tarbiya bilan ul endi yil davomini o'tkazirga tegish. Ham Rajab oyi jituda bizga endi biroz signal bera, narsa turunda isga tushira. Rabbimiz Allohning buyuk qonog'ina sen azirmi? Yil davomida sen haligi amallarni qildingmi? Üstema namozlar o'qidingmi? Ya'ni farzlardan tish üstema namozlarga vaqt qoldirdingmi? Üstema urazalar tutdingmi sen? Qur'onni sen o'qidingmi? Mana shu savollarga biz o'zimizga endi javob azirlaymiz. Ham Rajab oyi jitu bilan albatta biz endi o'zimiz shu savollar bilan Alloh toba etaramiz. Rabbim Alloh qarshında javob berasin bor. Narsa ishab o'tkaram ekan men shu oylarni. Narsa ishi olam men. Aydagiz o'zimizga so'rab berik ala. Rajab oyi jita, Rajab oyinda men narsa ishim. Ondan endi Ramazon oyi jita, onda men narsa ishim. Ya'ni o'zimizning planlarni qo'yib, shu Allohning buyuk oyi kelasini azirlanik. Qur'on agarda biz azrak o'qiymiz ekan, balki yana orttirishga kerakdir. Namozlarimiz farz namozgina o'qiymiz ekan, balki bizga üstema namozlar o'qirga kerakdir. Urazalar bizga endi ko'proq tutarga kerakdir. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam azirlanaydi, oila qilin azirli edi. Ham endi sahobalarga jetkiraydi. Sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga erga tirishdilar. Shunga ko'ra biz da sizning bilan aydagiz Rabbimiz Alloh bizga umr bergan ekan, ali biz esan ekan, jonimiz tanimizda ekan, Allohga qarab inshaalloh shu oyni qarshi olirga azirlanik. Rabbimiz Alloh har birimizdan da qabul etsin. Amin.